Tabiiy gaz ko'zga ko'rinmaydi, lekin u portlash kuchiga ega. Xonadonga kirishingiz bilan uning hidini sezsangiz, bunday holda burningizni sochiq bilan to'sib, gaz muruvvatini o'chirib, elektr jihozlariga teginmasdan xonani shamollating va mutaxassislarga murojaat qiling. Bunday holatlar ko'pincha o'sha rezina shlankalardan foydalanishda, rezina shlankalardan gaz sizib chiqishi natijasida xona hajmini kislorod bilan gaz aralashishi natijasida yopiq xonada gaz havo aralashmasi chaqnash bo'lishi mumkin. Bu yerda gaz havo aralashmasi chaqnashiga elektr manbalarining ta'minotdan uzilishi yoki yoqilishi, yoniq bo'lsa o'chirilishi yoki o'chiq bo'lsa yonishi natijasida gaz havo aralashmasi chaqnashi sodir bo'lishi mumkin. Bu esa og'ir oqibatlarga, uylar vayronasiga, insonlar jarohatiga yoki hatto hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lishi mumkin. Unutmang, ehtiyot chorasi fojianing oldini oladi.